Yangi O'zbekistonni yoshlar quradi shiori ostida tashkil etilgan tashabbuslar marafoni yoshlar oyligi doirasida o'tkazilayotgan yirik loyihalardan biri. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida tashkil etilgan forum minglab yoshlarni bir manzilda jamladi. Yoshlarni bir manzilda jamlagan yoshlar tashabbuslari marafoni Yoshlar ishlari agentligi tomonidan yoshlar oylik doirasida ilk bora o'tkazilayotgan ushbu loyiha bugun respublikamizning barcha hududlaridan 400 mingdan ortiq o'g'il-qizni bir davrada jamladi. Eng muhimi bugun yoshlarning orzulari, intilishlari, maqsadlari uchun aynan mana shu manzilda ko'mak berilyapti, qanot berilyapti. 50 mingga yaqin takliflar kelib tushyapti. Hozir onlayn ham takliflarni qabul qilyapmiz. Bu hammasi yoshlar tomonidan bildirilgan. Eng zo'r takliflar hukumat darajasida amaliyotga joriy qilish bo'yicha chora-tadbirlar belgilanadi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan har bitta o'sha jamg'armalar, fondlar bevosita o'sha jamg'armalarning imtiyozlarini yoshlarga tatbiq qilib, o'sha joyini o'zida yoshlar muammolari hal bo'lib ketyapti. Bu marafonning natijalari va yoshlar uchun taqdim etilgan katta imkoniyat. Marafon karvoni har bir hudud uchun manfaatli va natijador bo'ldi. Muhimi yangi takliflar, yangi tashabbuslar maydonga chiqmoqda. Ayni paytda biz marafonning kitobxonlik pavilyonidamiz va mana shu yerning o'zida bugun 4 ta loyiha o'rin olgan. Marafon doirasida eng gavjum bo'layotgan va yoshlarni qiziqtirayotgan pavilyonlardan biri ham mana shu nuqta hisoblanadi. Chunki kitobga qiziqish yoshlar orasida juda ortgan. Ayni paytda bular haqida bizga Ulug'bek ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum Ulug'bek. Bugun marafon doirasida yoshlarimizni kitobxonlik borasida eng ko'p nima qiziqtiryapti? Qanaqa takliflar, tashabbuslar bilan chiqishmoqda? Yoshlar tomonidan juda ham ko'p takliflar berilyapti, aynan kitobxonlik pavilyonida. U ham bo'lsa aytayaptiki, nafaqat yoshlar tashabbuslari marafoni doirasidagi turli xildagi loyihalar, balki alohida kitobxonlik karvonlarini, kitobxonlik marafonlarini tashkil qilsak va bunda yozuvchilar, mualliflar, taniqli yozuvchilar bilan biz bilan o'zaro uchrashuvlar bo'lsa, debatlar bo'lsa, o'zaro shunaqa tashabbuslar qilsakki, butun respublikaning kitobxon yoshlari shu marafon doirasida birlashsa degan o'zgacha takliflar, tashabbuslar bilan o'zlari ishtirok etyapti va benihoya bu Yoshlar ishlari agentligi tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti. Xudo xohlasa, keyingi yillarga albatta biz kitobxonlik marafoni bilan butun respublikaning 14 ta hududini aylanib, kitobxon yoshlarni o'zlarining tashabbuslarini, loyihalarini yana ham qo'llab-quvvatlash niyatidamiz. Yosh fermerlar kengashi pavilyoni qishloq xo'jaligi yo'nalishiga qiziquvchi ko'p ming sonli o'g'il-qiz uchun kerakli va muhim ma'lumotlarni taqdim etdi. Hosildorlikni oshirish, ekologik toza mahsulotlar bilan qatnashdi yoshlar. Toshkent agrar universiteti talabasi Rahmatjon Ro'ziyevning EcoBox loyihasi ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'ldi. Bu loyiha afzallik tomonlari ko'chatni bu savatchamizga ekamiz. Bunga ekilgandan keyin boksimizda o'zida maxsus mineral moddalari bor. O'simlikda immunitet hosil qilib, to yer bilan moslashib olganicha, adaptatsiya qilgancha bu tuvagimiz o'simlik uchun kuch-quvvat manbai sifatida yordam beradi. Ham o'g'it vazifasini bajarar ekan-a? Bunga innovatsiyalik jihati NPK gel qo'shamiz. NPK gel tarkibida oltin gugurt bor. Biz bilamiz, hasharotlar oltin gugurtning hidiga agressiv, suvga aralashmaydi. Tuproqda erib ketgan taqdirda ham oltin gugurt tuproqda ustki qatlamida saqlanib qoladi. Hasharotlarni o'simlikdan uzoqlashtirib, zarar yetkazishni oldini oladi. Ko'mak loyihasi esa ayni yo'nalishdagi tadbirkor yoshlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Ko'mak loyihasiga qiziqqan yoshlarimiz Toshkent viloyatida juda ham ko'pchilikni tashkil qildi. Loyihada ishtirok etishni bildirgan talabgorlar o'nlab topildi. Mana bugun bir necha soatlar ichida bu yaxshi natija. Ayni vaqtda 500 dan ortiq loyiha moliyalashtirildi. Ko'mak loyihasi doirasida, ya'ni 130 million so'mlik foizsiz qarz taqdim etilgan. 400 ga yaqin o'quv markazlari esa o'z faoliyatini allaqachon boshlagan. Eng chekka hududlarda ochilgan o'quv markazining o'quvchilarida eng yuqori natijalar, masalan, IELTSdan 8, 8,5 olgan, top universitetlarga talaba bo'lgan o'quvchilarimiz bor. Men bugun ham 12 yoshli o'quvchimiz keldilar, B2 natijasini olibdilar va bu o'zini yoshi uchun juda ham ajoyib natija. Marafonning har bir nuqtasida davlat rahbarining yoshlarga bo'lgan e'tibori, mehri mujassam. Yoshlarga oid davlat siyosati, islohotlar hududlarida marafon jarayonida yanada jonlandi. Har bir yosh uni his qildi. Bu ularning g'oya va tashabbuslariga ko'chdi.
Bugungi kunda Qizlar akademiyasi platformasini yuklab olgan va undan foyda ko'rayotgan qizlarimiz soni juda ham ko'p. Masalan, Toshkent viloyatida qandolatchilik kursimizni o'qib turib, o'zlarining qandolatchilik do'konlarini ochayotgan qizlarimiz ham bor va ular natijaga, ya'ni sotuvga olib chiqishgan o'zlarining mahsulotlarini yana bir qancha qizlarimiz tikuvchilik, dizaynerlik yo'nalishlarida o'zlarining bizneslarini ochib, rivojlantirib borishyapti bugungi kunda. Bizning bu platformamizga nafaqat maktab o'quvchilari, balki universitet talabalari, hattoki ularning ota-onalari ham qiziqishyapti. Ayniqsa, bugungi tadbirimizga qizlarimiz onalari bilan birga kelishgan. Ularning onalari ham bizning platformamizga qiziqish bildirib, undagi bepul kurslardan foydalanib, natijaga chiqishyapti. Minglab Toshkent viloyati aholisi, xususan yoshlarni bir manzilda jamlagan Yangi O'zbekistonni yoshlar quradi shiori ostidagi gala konsertda kun sarhisob qilindi. Viloyatning eng liderlari mukofotlandi. Har bir yosh uchun katta imkoniyatga aylangan marafon yangi iqtidorlarni kashf etdi. Yangi O'zbekistonning yangi bunyodkorlari maydonga chiqdi. Bu hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Salomat qoling.